Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasi. Men program riyosatchisi Gulchehra. Bugun hammanglarga ma'lum bo'lganda Xitoy hukumatı Uyg'ur elida Uyg'ur avtonom rayoni qurganligining 60 yilligini dag'dug'i bilan tabriklamoqda. Bu minutlarda biz Uyg'ur milliy harakatining rahbari, Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi, ko'p qitim Nobel tinchlik mukofotining nomzodi bo'lgan Uyg'ur ana Rabiya Qadir xonimni bu programımızı təklif qıldıq. Assalamu alaykum. Rabiya Qadir xanım. Xoş geldiniz. Rahmat Muxbir xanım. Sizningcha Rabiya Qadir xanım 60 yildan buyanqi Uyg'ur elidagi eng cho'ng o'zgarish deb atığınımızda nimalarni sanab o'talaymiz? Xitoy hukumatı bizga tajovuzchilik qilgan, tajovuzlik bizni besib olganga hozir 66 yil bo'ldi. Bu 60 yildan beri Xitoy hukumatı bizni besib olgandan tortib ta hozirgacha bizni yo'qotgan narsalarni men o'zimning xalqimga va butun dunyoga shunday jakalaymanki, Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistonga bu 60 yılın aldıda Şinjan Uyghur Avtonom Rayon deb bergan kundan tortib Uyghur xalqining haqiqiy avtonom huquqini butunlay yo'q qilib etdi. Birinchi, Uyghur xalqining o'zining madaniyatini, ikkinchi Uyghur xalqining tilini, Uyghur xalqining diniy e'tiqodini, Uyghur xalqining axloqini dafsanda qildi. Xitoy hukumatı o'zining qonuniga xilof holda millionlagan ko'chmanlarni yo'tkab ochqib, Uyg'urlarning, hatto Uyg'ur xalqini o'zingiz bilasiz, 86% dehqon xalq, Uyg'urlarning munbat yerlarini, suvliq yerlarini, mulkini, uylarini Xitoyning ko'chmanlariga va Bingtuan bizni bostiradigan yerim askarlarga Uyg'urlarning yer mulkini eppan. Uyg'urlarni oldi bilan nomuratlaştırdı. Uyg'urlarni o'qishsiz qoldirdi. Uyg'urlarni ishchiga nizohlarni selvatdi. Ekologiyamizni buzib etdi. Endi bu ekologiyamizni buzib etdi. Uyg'urlarga munda qildi deb o'tamaymiz. Ya'ni Xitoy hukumatı bizni besib olgandan tortib eng qabiy qo'lini qanda soldi deganda Uyg'ur xalqini butunlay yo'qotish uchun qirg'inchilik qo'lini soldi. Eng oxiri 7-oyning 5-i mana o'zingiz ko'rdingiz 2009 yili Urumchi vaqasida Uyg'urlarni qirg'in qildi. Shundan tortib ta hozirgacha Uyg'urlarni to'xtamay qirib keldi. Bo'libmi Xi Jinping chiqqandan keyin Uyg'ur xalqini o'ltirish, qirg'in qilishni tuvandagi minbinglarga, tuvandagi xalq askarlariga berib etdi. Xohlagancha uylarga kirib bostirib, qonunsiz o'ltirish bilan minglarcha Uyg'urlarni o'ltirib atdi. 10 minglarcha Uyg'ur Xitoy turmusida yetib atdi. Agar Xitoy bizni baxtli qilgan bo'lsa, Xitoy o'zi tashviq qilgandek qilgan bo'lsa, bizning Uyg'urlarimiz nima uchun 10 minglarcha odam turmida yetib atdi? Nima uchun minglarcha odamni kunda o'zi dunyoga e'lon qiladi, qarshi chiqdi, o'ltirib atman deb, nima uchun 10 minglarcha odam Tayland, Malayziya va Turkiyalarga qishib chiqyapti? Uyg'urlarni eng vayron qilgan, eng dafsanda qilgan bu 60 yil butun dunyo Uyg'urlari uchun aytganda motam tutadigan bir kun deb qarayman. Eng cho'ng o'zgarish bo'lgan narsa nupusgan. Ya'ni shu Xitoy nupusi kelishi bilan Uyg'ur elida va Uyg'ur xalqining vaziyatida qandaq o'zgarishlar yuz berdi? Bevosita nupus bilan munosabatlik deb qaragan masalalar qaysi sizlarcha? Muxbir xonim, Xitoy hozir bir Uyg'urlarni iqtisodiy jihatdan taraqqiy qildik, tosh yo'l soldik, binolarni soldik, Sharq Turkistonning qiyofatini ajoyib go'zal o'zgartirdik deyotdi. Rost qurilishlarda shunda qiyofatlar o'zgardi. Agar Xitoy besvanmagan bo'lsa, biz o'zimizning yer ostidan chiqqan boyliqlari, o'zimizning taraqqiyotimiz bilan ana o'shunda qiyofatlarni biz maydonga keltirgan bo'lardik. Sharq Turkistonni Xitoy besvangan vaqtida Bingtuanning Gomindanning odamlari bilan bo'lib 2,5% Xitoy bo'lib, 86% Uyg'ur bo'lib, qolgan bizning oz sonli qarindoshlarimiz bilan bo'lib, qolgan 13%, 13% boshqa millatlardi. Shuningga haqiqatan eng cho'ng o'zgarish mushu sog'an quruluş, mush yer asti boylig'ining ichilishi, sanoatning taraqqiyotining hammasiga millionlagan Xitoyni yo'tkab akilib, Uyg'urlarning hozir siz qarab beqing, yer asti boyliq, chiqayotgan oltin, brilliant, gaz, nefit hech qanday Uyg'ur o'zi qon ichib bir mo'chan pul topolmaydi. Hatto qo'sqinimi to'yg'izolmayotdi. Boydiki vaqa to'nog'in bo'layotgan boy vaqasini o'zining Uyg'urlarning odatdagi eng oddiy ko'mir qonunini tatib oldi hozir. Demak, millionlagan ko'chmanlarni ochqib, shularga taraqqiyotni akab, Uyg'ur xalqining qo'lidagi iqtisodiy taraqqiyotni tatib olgandan sirt Uyg'urlarning
milliy erkinligi, söz erkinligi, din erkinligi, til erkinligi, medeniyet taraq qilish erkinligini butunlay nobud qilib tashlabdi. Uyg'urlar oz sondagi Uyg'urlarning beyg'anligi u dunyoga shuni xuddi men bu vaqtimda beyg'andak dunyoga ayni avu to'rt odam beydi deb ko'kitish uchun qilyotdi. Uyg'urlar emas, bu taraqqiyot, bu boylik bütün Xitoy ko'chmanlariga, milyonlagan Xitoy ko'chmanlari bizning o'zi bergan, bizga o'zi berdim deyotgan avtonomiy qonuniga xilof holda yo'tkigan qonunsuz ko'chmanlariga mansub qilib berdi. Keng muvofiq deb qaragan javob Uyg'urlar 60 yildan beri, 66 yildan beri o'zining erkinligi, o'zining vatani bilan bo'lgan kurashni to'xtatgani yo'q. Hozir Uyg'ur xalqi ikki yo'lni tanlab oldi. Baribir o'ldi ekanmiz, baribir turmushga kirdi ekanmiz, uningdan erishib, yo vatanimizning masalasini bir taraf qilib erkinlikka chiqamiz, yo o'limiz deydigan yo'lni Xitoy o'zi tanlab berdi Uyg'urga. Hurmatli Rabiya Qadir xonim, siz aytgandek Xitoy hukumatining bu, ya'ni Uyg'urlarga qaratgan milliy yo'qotishni asosiy maqsad qilgan, Uyg'ur elini o'zining mangulik zimini qilishni maqsad qilgan mushkil siyosatlarda 60 yildan buyon sizni andishiga solgan, ya'ni Uyg'urlarning milliy kimligi jihatda qaysi xil o'zgarishni ko'rdingiz? Mana yaqinda tilli emas, hatto musiqa naqshlarimizgacha xitoychilashtiryapti. Uyg'ur xalqi qo'shtillik ma'rif orqali bir millat tilini yo'qotsa, shu millatning ruhi va shu millatning xarakteri hamma jihatdan o'zgarganligini bu allaqachon tadqiq bo'lgan. Oldi bilan bizning tilimizni yo'qotishni o'tirg'a qo'ydi. Biroq men ishonaman, Uyg'ur xalqi hech qachon o'zining tilini yo'qotmaydi. Shu diniy siyosati, ya'ni Xitoy hukumatining 60 yildan buyon eng kuchlangan vaqt sizningki o'zingiz yashab o'tgan shu jarayoningizda shu yaqinda Xi Jinping taqiqlangandan buyon eng kuchlangan vaqt mavzuning bilan madaniyat inqilobi edi. Muxbir xonim. Madaniyat inqilobi bilan mavzuning vaqtida hozir Xi Jinpingning vaqti o'tib ketdi. Vaqti uningdan dahshatli darajaga apadi. Endi bizni nima uchun diniy erkinligimizni Xi Jinping hukumati qattiq cheklab bu qadar qiryapti desangiz, Uyg'urlarni nima uchun o'zining diniy e'tiqodini burunqiga nisbatan nechasi yuksaltirib ketdi degan ikki narsa bor hozir. Uyg'urlar o'zining milliy kimligini yo'qotib qo'yganligini ko'rdi. Uyg'urlar o'zining madaniyatini, tilini, tarixini tahdidga uchrayotganligini ko'rdi. Faqat o'zimizni nima bilan qo'g'dab qolamiz? Milliy kimligini. Faqat o'zimizning diniy e'tiqodimiz, Allohga bo'lgan iymonimiz bilan o'zimizning axloqini, qizlarimizni, farzandlarimizni, kelgusimizni qo'g'dab qola oladiganmiz. Shuning uchun biz yo'qotgan, kommunist Xitoy yo'qotgan diniy e'tiqodimizni aslimizga akilishimiz kerak deb Uyg'urlar qaytadan uyg'onib o'zining diniy e'tiqodiga qadam bosdi. Demak, bu jarayonda nurg'un masalalar o'tildi. Bo'ldi bunday hodisalar. Chunki Xitoy hukumatining zo'ravonligi, odatda normal diniy e'tiqod qildigan Uyg'ur xalqini Xitoy hukumatining zo'ravonligi oshir darajaga olib qo'ydi. Chunki yog'liq olsang ilib etman, soqol qilsang ilib etman degandikin siz o'ylab beqing, bir millatda qarshilish kuchini o'zining ifodalash bir yo'l tepish kerak. Uyg'urlarning qo'lida qurol yo'q. Uyg'urlar bu dunyodagi o'xshash namoyish qila oladiganlarga, qurol ko'tara oladiganlarga o'xshamaydi. Shuning uchun hozirgi Uyg'urlarning sharoitida o'zining e'tiqodi bilan Xitoy bilan qarshilashish yo'li deb shu o'zining diniy erkinlik yo'lini tanlab oldi. Mana bu Uyg'ur xalqining tanlagan o'zini qo'g'dab qilish uchun tutgan yo'li Xitoyning Uyg'urlarning mushu yo'l bilan o'zini saqlab qolayotganligini bilib, mushuning qartib turib Uyg'ur xalqini bostirayotganligi. Har ikki taraf bir-birisiga mushundaq kelyapti. Meningcha Uyg'ur xalqi aslida islom diniga e'tiqod qildi. Xitoy hukumatining o'zini yurishtirib olmasa, buni Xitoy hukumatining hukmi bilan, qurol bilan o'zgartirish mumkin emas. Endi Rabiya Qadir xonim, afsuslanarli Xitoy hukumati har qitimliq xalqaro terrorizmga qarshi urush bo'lsin, hozirgi ISISga qarshi urush bo'lsin, Uyg'urlar islomiy kimligi, yani diniy kimligidan foydalanib turib, xalqarada mamnu terrorlikning, mamnu diniy oshqunlikningki ziyonkashligiga uchragan bir davlat deb sakrab chiqib, Uyg'urlarni bu yo'llar bilan bostirib. Siz bu masalada andish qildigan taraflaringiz bormi? Albatta, 11-sentabr voqeasida o'zingiz bilasiz, shuningdan foydalanib turib Uyg'urlarni keng ko'lamli bostirdi. Shuningdan tortib ta hozirgacha shuningdan foydalanib keldi. Endi bu qitim dunyoga ISIS bilan Suriya voqeasi chiqqandan keyin endi Uyg'urlarni bostirish uchun yana bir sharoitni hazırlab Uyg'ur xalqini oshna bilan bostirib keldi. Uyg'ur xalqi
qandaq Xitayning qandaq yo'l bilan bostırishdan qat'iy nazar Uyg'ur xalqining o'zining erkinligi uchun vosita tanlamay tanlab olgan yo'llarini o'z davomlashtirib ketaveradi. Dunyomi Xitoyning mushuningdan foydalanib Uyg'urlarni bostırib atganligini tushunib yetganligi uchun Xitoyning bundaq bo'lib ketishiga yo'l qo'yib bermaydi deb qarayman. Xitoy yana bir tarafdan nihoyat qo'rqib ketdi. Xitoy qanday qo'rqib ketdi degan vaqtida Xitoyning o'zining xalqimi qo'zg'alib chiqyapti hozir. Mushundaq bir sharoit ostida, mushunda bir musulmon millat va ma'uni munda deb turib bostirib, o'zimning xalqimni buning bilan bostiraman deb, uning uchunmi Uyg'ur xalqini qurbon qilyapti deb o'ylayman. Lekin Uyg'ur xalqining diniy erkinligini bostirishi Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqining diniy erkinligini bostirish bilan diniy e'tiqodining kuchlanishiga asos soladi deb o'ylayman. Xitoy hukumati mushu Abdunur ayın qurilganligining 60 yilligi shundaqli Qurban hayit harifisida yana qaytadan mushu diniy bostirishni kuchaytirganligi, davomli kuchaytirganligini o'ttirib qo'yibdi. Endi sizningcha Uyg'ur vaziyatining bundan keyingi kunlarga, ya'ni Uyg'ur vaziyatiga qanday qaraysiz? Agar Xi Jinping hukumati yana bostiraman dedi, bu qitim Amerikaga kelib, Amerikadami Aqsarayda suhbat o'tkazdi. Meningcha Amerika hukumati Xi Jinping hukumati bilan kishilik huquq masalasida Uyg'urlar masalasini qo'ydi deb o'ylayman. Biroq Xitoyning Jungo zimini degan bu ziminda besib olingan Tibet, Mo'ng'ul, Uyg'ur millatidan tarkib topgan bu uch xalqning ichida mayli Xitoyning ichida bo'lsin, eng qattiq bostirilayotgan, o'ltirilayotgan, diniy jihatdan dinni bana qilib turib zarbaga uchrayotgan birdan-bir millat Uyg'ur millati. Uyg'urlar bilan Xitoylar o'rtasidagi munosabatni o'zingiz bilasiz, butunlay chak-chakidan ketib qoldi. Hozir Uyg'ur xalqi o'zining Xitoy bilan yashayolmaydigini, Xitoy hukumati bilan yashayolmaydigini, uning avtonom qonun deb aqtashlik kitobda bergan narsasining qapqizil yolg'on ekanligi, aldamchilik ekanligini tunib yetgan bir davr bu. Shuning uchun bu yog'liqni, soqolni bana qilib, ya'ni Uyg'ur xalqini keng ko'lamda bostirish uchun buni o'tirib chiqdi. Uyg'urlar to'xtab qolmaydi. Bu texmi Uyg'ur xalqining erkinlik intizorini kuchaytirdi. Texmi Uyg'ur xalqining ko'zini ochdi. Uyg'ur xalqi Xitoy hukumati, Xi Jinping hukumati qancha bostirib, qancha tahdid soladi ekan, Uyg'ur xalqi shuncha jiq yo'lni tep taqabul tura oladi deb qarayman. Bugun Uyg'urlarni avtomat ostida ham qo'rqitib, hem turmuning ishkini ichib qo'yib turib, ko'chiga chiqib usul o'ynatqizib, hatto soqolliq oxunimlarni usul o'ynatqizib, televizorlarda biz baxtlik deb so'zlatkizib, ko'zidan yosh, yuragidan qon temib turib, Uyg'urlar biz baxtlik deb so'zlayapti. Shu baxtlik deb o'zi so'zlayotganlar, Xitoy uchun men anchantin guantin deb ishlayotganlar, hammasi men ishiniman bizning sapda. Chet eldagi Uyg'urlar allaqachonda mushu sapda. Hammasi Xitoymi shuning ishini? Xitoymi shuning ishinidu, dunyomi shuning ishinidu, Uyg'urmi shuning ishinidu. Mushundaq ozod qiladigan bir kunning, ozod bo'ladigan bir kunning, Uyg'urning o'zining bayrog'ini o'zining davlatiga lapiltadigan bir kunga ishonmasa, unda millionlarcha Uyg'ur qurbon bermagan bo'ladi deb bilaman. Demakchi, Uyg'urlarning mayli chet eldagi bo'lsin, mayli Uyg'ur eldagi bo'lsin, Uyg'ur milliy harakatining nishoni 60 yilningizni o'zgarmadi, shunday. O'zgarmadi, hech qachon o'zgarmaydi, lekin uning har xil siyosiy tartiblari bo'ldi. Har xil kun tartiblari bo'ldi. Chiqiblan bir kunning ichida bunday qilolmaydi. Xalqaro vaziyatga moslashimiz, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining siyosatiga moslashimiz, shu orqali o'zimizning oldi bilan o'zimizning xalqining nima bo'layotganligini, nima uchun erkinlik talab qilib o'layotganligini avval dunyoga uqtirishimiz kerak. Shuni uqtirib bo'lgandan keyin dunyo ma xalq mundaqkan degandan keyin biz andikin talablarimizni nima sababdan biz bulardan chak-chigir ajratmoqchi bo'ldik degan talabni Xitoyning o'zining bizga majbur tengayotganligini oshkorlashimiz kerak. Xitoyning siyosati o'zgarib, shundaq bir siyosat kelsa, men shu vatanga qayta oladigan sharoit bo'lsa, vatanimning ichiga qaytib berib, oshada o'lib ketsa, men uningga roziman. Muxbir xonim, vatanini so'ymaydigan birmi Uyg'ur yo'q. Xoin munofiqlarmi aşı ichida yig'laydi. Muxbir xonim, men emas, bütün Uyg'urlar 7 yoshdan 70 yoshgacha dushman bo'lsin, do'st bo'lsin, aşı vatanning ozod bo'ladigan 1 minutiga tashna deb o'ylayman. Shuning uchun men shuning biri deb qarayman. Uyg'ur milliy harakati rahbari Rabiya Qodir xonim bilan Uyg'urlarning mushu 60 yilda duch kelgan eng cho'ng o'zgarishlari va vaziyati haqida elib borgan suhbatimiz mishada oxirlashdi.
diqqət bəgininglarga rəhmət.